Assalomu alaykum hammaga. Puza geometriya kitobining burchak tomon munosabatlari mavzusi 3-test, birinchi qism. Birinchi savolga qaraymiz. Birinchi savolda eng uzun tomon topishimiz kerak ekan. Buning uchun bu yerdagi ikkita uchburchakni alohida tomonlar o'rtasidagi munosabatni aniqlashimiz kerak va bunga ko'ra eng uzun tomonni topsak bo'ladi. Xo'p, buning uchun eng katta tomon topish uchun tomonlar o'rtasidagi munosabatlarni topishimiz uchun burchaklarimiz aniq bo'lishi kerak. Bu burchakni topamiz. Bu ABC uchburchakning 3-burchagi 60-70 ni qo'shsak 132. Demak, bu yerga 48 gradus qolyapti. Chunki uchburchakni ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus. Bu burchakni topsak, 61 ga 63 ni qo'shsak 124. Demak, bu yerga 56 gradus kerak. Xo'p, yuqoridagi ABC uchburchakni eng kichkina burchagi bu 48, qarshisi esa S turibdi. Demak, eng kichkina tomon bu yerda S. Undan ko'ra kattaroq tomon 60 gradus qarshidagi tomon bu D va eng katta tomon bu 72 gradus qarshidagi tomon bu E. Xo'p, endi keyingi pastdagi uchburchak bo'yicha eng kichkina burchak bu 56 gradus qarshisida esa B turibdi. Demak, B eng kichkina tomon ekan bu yerda. Undan keyingisi 61 ni qarshisida E tomon turibdi. Xo'p, undan keyin esa faqat bitta tomon qoldi, A. E'tibor bersangiz, bu uchburchakda eng katta tomon E ekan, A Edan ham kattaroq ekan. Demak, umumiy olsak, eng katta tomon bu A. To'g'ri javob ham A bo'lar ekan. Hop, ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolda eng katta tomon qaysi deyilyapti, lekin tarjima qilishda menimcha ozgina adashishgan, chunki bu yerda faqat javoblarda burchaklar berilyapti. Eng katta burchak qaysi desa, menimcha to'g'ri bo'ladi. Xo'p, demak, bu yerda ikkita uchburchak berilyapti. Ikkita uchburchak uchun burchaklari o'rtasidagi munosabatlarni aniqlab olamiz. Xo'p, buning uchun burchaklarni belgilab olishimiz kerak. O'zimizga ma'qul harflar bilan buni X, buni Y, buni Z deb olamiz. Buni A, buni B, buni S deb olamiz. Xo'p, yaxshi. Birinchi uchburchak uchun burchaklar, ya'ni bu yerda X, Y, Z burchaklar. Eng kichkina tomon bu 2, qarshisi esa Y turibdi. Demak, Y burchagim eng kichkina burchak. Undan ko'ra kattaroq burchagimiz X, ya'ni 3 ni qarshisida turibdi. Va eng katta burchagimiz Z. Hop, endi keyingisi bu uchburchak uchun tuzib olamiz. Eng kichkina tomon bu 6, qarshisi esa A bor. A eng kichigi. Bundan ko'ra kattarog'i 7. 7 ni qarshisida esa S burchak bor va eng kattasi bu 8 ni qarshisida B burchagimiz. Hop, yana bu yerda bir e'tibor qiladigan jihatimiz bor. Bu vertikal burchaklar Z bilan A ikkalasi o'zaro teng. Hop, bizdan eng katta tomon emas, eng katta burchakni so'ragan. Eng katta burchagimiz bu B bo'ladi. Chunki bu yerda eng katta burchak bu Z. Hop, Z A ga tengligini bilgan holatda A bu yerda eng kichik bo'lib qolyapti-ku. Eng kattasi B ligini bilishimiz mumkin. Endi B bu D burchakka to'g'ri keladi. To'g'ri javob D. Hop, keyingisi 3-savol. X ning oralig'ini toping deyilyapti. Ya'ni qaysi oralig'ida joylashgan deyapti. Bu juda ham oson. Uchburchak tengsizligini qo'llaymiz. Yig'indisidan kichkina, ayirmasidan katta, ya'ni ikkita tomon bu ikkalasini yig'indisidan kichikroq bo'ladi X, ayirmasidan esa katta bo'ladi. Ayirsam 13 dan 10 ayirsam 3, 3 dan ko'ra katta. X kichkina bularning yig'indisidan, ya'ni 23 dan, ya'ni 23 bilan 13 3 bilan 23 ning orasida bo'lar ekan. 3 bilan 23 S javobi berilyapti. Hop, keyingisi 4-savol. 4-savolda X ning oralig'ini toping deyilyapti. Bunda ham hozirgi ishni qo'llaymiz. Faqat bu yerda X ning o'rnida 2x plus 2 kelyapti. Hop, qo'sh tengsizlik bo'lib qoladi. Shuni ishlab qo'ysak bo'ldi. Hop, bularning ayirmasi 14 dan 10 ni ayirsak 4 katta, 2x plus 2. Hop, bularning yig'indisi esa 24. 24. Hop, nima qilamiz? Mana shu qo'sh tengsizlikni to'liq 2 ga bo'lamiz. 2 ga bo'lsak, bu 2 bo'ladi. 2x 2 bo'lsa x, 2 ni 2 bo'lsa 1, 24 ni 2 bo'lsa 12. Endi bu 1 ni bu tarafga ham, bu tarafga ham o'tkazib yuborsak minus bo'lib o'tadi, ayirish bo'ladi. Javobimiz 2 dan 1 ayirsa 1 katta x
katta 12dan buni ayrsam 11, ya'ni 1 bilan 11 ni oralig'ida bo'ladi. To'g'ri javob E. Xo'p, endi keyingisi 5-savol. 5-savolda ham xuddi shu 4 bilan deyarli bir xil qo'shnichilik bo'ladi. Shuni ishlab qo'ysak bo'ldi. 11 dan 8 ni ayirsam 3, 3 dan katta bo'ladi. 3x plus 1 kichkina bo'ladi. Bularni yig'indisidan, ya'ni 11 ga 8 ni qo'shsak 19. Xo'p, endi bu yerda bo'lishning imkoniyati yo'q, shuning uchun 1 ni avval ayirish qilib o'tkazib olaman ikkala tarafga. 3 dan 1 ni ayirsak 2 katta, 3x kichkina. 19 dan 1 ni ayirsak 18. Endi x ni oldidagi 3 ni bu yerda ko'paytirish amali bo'lgani uchun bo'lish bo'lib o'tadi ikkala tarafga. 2 ni 3 ga bo'lsam 2 taqsim 3, ya'ni kasr bo'lib qoladi. Butun chiqmaganligi uchun natija 18 ni 3 ga bo'lsak 6. Demak, mana shu javobni qidiramiz. B varianti xuddi shu javobni berilyapti. Demak, to'g'ri javob B. Keyingisi 6-savol. 6-savolda aytilyaptiki, AB 6y, AC 8 ga teng ekan, BC ni toping deyilyapti. Pifagor teoremasini qo'llagan holatda topsak bo'ladi, chunki bu to'g'ri burchakli uchburchak. 6 ni kvadratini 8 ni kvadrati, ya'ni kateter kvadratlar yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng. Gipotenuza bu x. X ni kvadratiga teng. 6 ni kvadrati 36, 8 ni kvadrati 64, 36 qo'shilgan 64 teng x ni kvadrati. X kvadratdan ikkalasini qo'shsak 100 bo'ladi. Savol beramiz. 100 nimani kvadrati? 10 ni kvadrati. Demak, x qiymati 10 bo'lar ekan. Plus minus 10 bo'ladi o'zi aslida tenglamani javobi, lekin tomonni uzunligi minusda o'lchanmaydi. Shuning uchun plus degan javobni olamiz. To'g'ri javob 10 C. Keyingisi 7. Alfa burchagimiz 90 gradus ekan. X ning oralig'ini toping deyilyapti. Qaysi oralig'da deyilyapti? Birinchi bo'lib uchburchak tengsizligini tuzib olamiz, keyin burchakka ko'ra qaraymiz. Xo'p, uchburchak tengizligi 8 dan 6 ni ayirsam 2 katta x, xo'p, yig'indisi esa 14. Bu boshlang'ich javob. Endi bu yerda burchakni ham beryapti. Agar burchak 90 gradusdan katta bo'lsa, bularning kvadratlari yig'indisidan bu kattaroq bo'ladi. Xo'p, ya'ni agar 90 gradusga teng bo'lganda teng bo'lardi. Kichkina bo'lganda kichkina bo'lardi. 6 ni kvadrati qo'shilgan 8 ni kvadrati kichkina x ni kvadratida. Xo'p, endi bu yerda ikkalasini hisoblasak 36 va 64 qo'shsak 100 bo'ladi. 100 kichkina x kvadratda. Xo'p, endi x kvadrat bu tengsizlikni ishlaydigan bo'lsak, nima bo'ladi? 100 dan ko'ra kattaroq son bo'lishi uchun 10 dan katta minus 10 dan kichkina bo'lishi kerak. Ya'ni nima degani? X kichkina minus 10 dan x katta 10 dan bo'lishi kerak. Endi hammasini bitta so'roqda tasvirlaymiz. Ya'ni hamma javoblarimizni bitta so'roqda jamlaymiz. Birinchi 2 dan 14 gacha berilayotgan edi. Xo'p, endi bittasi aytayaptiki 10 dan katta bo'lsin deyapti, ya'ni bittasi minus 10 dan kichkina bo'lsin deyapti. Umumiy javob bu 10 bilan 14 ni orasi. Bu D javobda berilyapti. Keyingisi 8-savol. 8-savol ham xuddi shunday. Bu yerda birinchi tenglik tutsak 6 bilan 8 ni ayirmasi 2, 2 dan katta x, kichkina 14 dan, ya'ni yig'indisida. Endi burchakka ko'ra qarasak, 6 ni kvadrati 8 ni kvadrati kichkina emas, endi katta bo'ladi x ni kvadratida. Chunki 90 dan kichkina deyapti-ku alfa. Ya'ni bu alfamiz qancha kichiklashgan sari bu x qiymati ham kichiklashib boraveradi. Shuning uchun bu kichkina bo'lib qolyapti. Teskaridan yozsak ham bo'ladi. X ni kvadrati kichkina, bu 100 bo'ladi. 6 ni kvadrati 36, bu 64 qo'shsak 100. Xo'p, qachon 100 dan kichkina bo'ladi? X imiz minus 10 bilan 10 ni orasida bo'lganda. Xo'p, bitta so'roq chizaman, umumiy javob olishimiz kerak. Birinchisi aytayaptiki 2 dan 14 gacha bo'lsin deyapti. Yana bittasi aytayaptiki 10 dan minus 10 gacha bo'lsin deyapti. Umumiy javob bu 2 bilan 10 ni orasi. 2 bilan 10 ni orasi A javobda berilyapti.
Demak, mana shu yergacha yetib keldik. Shu birinchi qism bo'la qolsa, ikkinchi qismda 9dan boshlab 16gacha bo'lgan savollarni ko'ramiz. Agar mana shu misollarda ishlanish davomida qanaqadir kamchilik bo'layotgan bo'lsa, tezda ishlab ketayotgan bo'lsa, qaysidir jihatlarni batafsilroq tushuntirish kerak bo'lsa yoki qanaqadir yana qo'shimcha taklif yoki fikr bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin. Xudo xohlasa, kamchiliklar bo'lsa to'g'rilaymiz. Inson hech qanaqangi, aytaylik, kamchilikdan xoli bo'lolmaydi, baribir kamchilik bo'ladi. Agar sizlar aytib o'tsanglar, bu narsani to'g'rilashga harakat qilamiz. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat.